yoshlarga hech qanaqa ta'siri yo'q narsa. Men eng xursand bo'lganimki, mana chekka emas, chust o'zi butun dunyoga mashhur chust pichoqlari ham, chust san'atkorlari ham, chustni butun dunyo taniydi. O'shaning uchun men juda ham xursandman, mamnunman shu kelganimdan. Endi shu 24-26 mart kunlari Toshkent shahrida O'zbekiston davlat konservatoriyasida bo'lib o'tadigan 11-chi xalqaro Navro'z sadolari festivali ishtirokchilari, da'vogarlarni hammalarini eshitdik va aniq boradigan jamoalarni aniqladik. Va bugungi tinglov, demak viloyat bosqich tinglovi bo'yicha quyidagicha natijalar aniqlandi. Demak, ikkinchi o'rin Uchqo'rg'on tumani 12-chi BMSM BMSM orkestri. Ikkinchi o'rin mehnatlarni qildilar, mehnatlar uchun kattakon rahmat. Ajoyib bo'ldi. O'zgarishlar kamchilik bo'ladi. Bugun ularni rahbarlar bilan alohida yana suhbatlashamiz. Xos taqdirlaganimizdan keyin va eng hayajonli daqiqalar, demak, birinchi o'rin sovrindorlarini hosila etaman. Demak, birinchi o'rin orkestrlar nominatsiyasida Namangan tumani 5-chi BMSM. Endi biz tayyorlanamiz. O'yinimizdan turib o'tiramiz. Xudoyim biz. Va demak, ansambldan nominatsiyasida tumani 16-chi